Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va kuzatuvchilari. Bugun 2025-yil 16-aprel kunga keyingi videomizni olmoqdamiz. Video olishimizning sababi bugun mana yangi tovarlarimizdan kirib kelgan. Ko'pchilik so'rashadi, faqat bozordan video qilasizmi, sexlardan emasmi deyshadi. Mana o'sha bugun bizning seximiz, ya'niki bu yerda shovqinga e'tibor bermaysizlar, sababi bu yerda ajoyib va chiroyli holatda darvoza ham yasashadi. Shuning uchun bugun mana yangi kirib kelgan video taxtalarimiz bo'yicha video qilmoqdamiz. Sababi bu yerda yangi, ya'ni Suxoy zavodda strapilalari mana 35 ga 12,5 lik to'liq razmer so'raganlar uchun esa 12 ga 35 lik, 38 lik va polli taxtalar Suxoy 3 lik. Undan tashqari mana zavod taxtalari ham kirib kelmoqda. Xudo xolasa bularni polni tushgandan keyingi alohida yana videosini ham qilamiz, narx-navolari bo'yicha ham qilamiz. Albatta kichkina mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holatda videodan like-dan bosib olsanglar xursand bo'lamiz va biz esa taxtalarni davomiyligini, ya'niki bu hozir birinchi foramiz, undan tashqari esa yana 3 ta foramizga kirib kelgan. Xudo xolasa ularni ham hozir ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa bular polli taxtalarimiz, mana 3 lik polli taxtalardan zakaz tushgan, ya'ni 2 puntovka taxtalarni chiqaramiz. Bu yerda ham Suxoy taxtalarimiz ham kirib kelgan. Bu ham hammasi Suxoy, ya'ni polliga tayyorlaymiz. Xudo xolasa mana 3 punt apparatlarimiz ham zo'rlari kelgan, ya'niki ushbu apparatlarda kompyuterning sistema, ya'niki chiroyli holatda har bittasini 2 puntlarni bir-biriga juda ham chiroyli holatda chiqarib bergan apparatimiz zo'r. Xudo xolasa bexijolat shu taxtadan chiqaramiz. Xudo xolasa ham 2 punt qiladi, ham rega qiladi. Ham 2 punt, ham rega qiladi. Lesimiz qilib turib, rekani ham zavodga qilib, ana qilib beradi. Xudo xolasa holatda ko'rib turibsizlar. Mana bu taxtalarimiz ham albatta shu taxtalardan chiqaramiz. Agar kimga kerak bo'lsa, albatta pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilsanglar, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Dastlabki xizmatlarimiz esa butun O'zbekiston bo'ylab, ya'niki viloyatlarga bo'ladigan bo'lsa, eng kam 1,5 ming dollar savdo bo'lsa, dastlabkamizda tekin chiqarib beramiz. Voha taraflarga bo'ladigan bo'lsa, eng kam 2,5 ming dollar savdo bo'lsa, dastlabkalarimiz ham tekin. Xudo xolasa mana mana shu tayyorga turibdi. Polli taxta, ya'niki 15 ga 2,8 lik polli taxtalarda. Xudo xolasa shifon chiqarilgan jarayonni ham hali ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozirgi kunda esa bu yangi kelayotgan taxtalarimizni tushirmoqdamiz. Xudo xolasa bundan tashqari aytib o'tganimiz, ya'ni 3 ta foramiz bor. Bu yerda esa mana 15 ga 5, 12 ga 5 va chiroyli holatdagi bo'lgan, ko'pchilik so'rayotgan strapilar va usturmalik har xil holatga ishlatgan bo'lgan taxtalarimiz ham bor. Xudo xolasa bularni ham razmerlarini chiqarib, albatta narx-navolar bo'yicha alohida ma'lumot beramiz. Videoni oxirigacha kuzatsanglar, xudo xolasa bularni har bittasini narxini tushiramiz. Hozir tushayotgan holatlari bu koronavirus boshida tushirilyapti. Xudo xolasa bularni tushgandan keyin ham bitta-bitta yana alohida obzorlarni qilamiz. Bu esa ikkinchi foramiz. Bunda esa mana polli taxtalarning 6 metrligi, 4 metrligi ham bor, hattoki 18 ga 32 lik, 6 metrlik. Bu yerda esa 10 ga 5 lik zavodniki Suxoy holatda. Bu esa 13 ga qalinligi 4 lik toza strapil so'raganlar uchun ham strapilarimiz ham keldi. Xudo xolasa hamma Suxoy holatda, quruq. Sifatlari ham zo'r. Zavodniki bu hozir foramiz yo'lda shunaqa holat bo'lganki, foramiz hozir sirxanish sababiga mana polli taxtalar surilib kelgan. Shuning uchun razmerlar har xil holatda ko'rinib turibdi. Xudo xolasa bemalol hamma razmerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilsanglar yetkazib ham beradi. Demak do'stlar, mana tovarlarimiz o'zi bozorga sotuvga chiqish boshladi. O'zi hozir holat bo'yicha tushib sira sotilishi ham boshladi. 13 ga 36 4 metrliklarimiz mana quruq Suxoy holatda narxlari 70 ming so'mdan 4 metrlik 13 ga 38 lik to'liq razmerlari. 3 metrlik xohlaganlar bo'ladigan bo'lsa, mana Lesva 3 metrliklarimiz ham chiqdi. Holatlar 13, qalinligi esa 37 38 to'liq razmerda Suxoy Lestvak, narxi 56 ming so'mga chiqadi. Xolasangiz mana 15 ligi ham bor, 15 ga qalinligi 3,4, 3,5, ya'niki bundan ko'ra parashor razmerlari. Bular ham narxi o'sha 56 ming, 57 ming atrofida chiqadi. 4 metrlik to'liq 15 lik so'raganlar bo'ladigan bo'lsa, mana to'liq 15 lik, qalinligi esa 35, uzunligi 4 metrlik. Buni narxi bo'ladigan bo'lsa 78 ming so'mdan chiqadi. Xo'p, bu yerda esa rekalarimiz ham chiqish boshlagan. Xolasangiz 6 metrlik, xolasangiz 5 metrlik, xolasangiz 4 metrlik. Yana bitta narsani ko'rsatib o'tib ketaman. Ya'niki hop, Lestvak 5 10 lik, uzunligi iniga 15, qalinligi esa 3,5, narxi 108 ming so'mdan chiqadi. To'liq 15 ga 3,5, 5 10 lik. Xolasangiz 5 10 ligi, xolasangiz 5,40 lik. 5,40 lik keladigan bo'lsa, 5,40 likimiz 114 ming so'mdan, to'liq 15 ga qalinligi 3,4 chiqadi. To'liq 15 ga. Rekalarimiz bo'ladigan bo'lsa, qalinligi to'liq 37, 47, uzunligi xolasangiz 5 metrligi bor. Xolasangiz esa 6 metrligi bor. Bularni sekin-sekin chiqarish boshlaymiz, chunki sababi rekalarni endi razmer qilgandan keyin rekalarimiz ham
alohida taxtalarni ajratib chiqaryapmiz. Shuncha hozir kuni to'g'risi bozorga hozir bu yerda mana shu joylar bo'shab qoldi. Chunki tushyapti, savdo bo'lyapti. Bitta narsa ko'rsatam, mana. Qancha taxta kerak akalar? Mana tushyapti sirasi savdo, tushyapti sirasi savdo. Mana bozorimizda qancha taxta kerak aka mana. Qancha kerak? Xohlaysizmi shuncha taxtani? Bu yerda o'sha razmerlar bo'ladigan bo'lsa 14 deysizmi, 11 deysizmi, 13 deysizmi, 9 deysizmi, hamma razmerlarimizga xudo xolasa yetib keldi. Sifatiga bitta baho. Sifatiga bitta baho berib olasizlar. Holatlar ideal holatda. Shu joyga bittadan like bosib olasizlar. Shu joyga bittadan like bosib olasizlar. Toza sasnamda shubhalanganlar uchun esa mana. Xo'p, shunday insonlar bo'lsa toza qizil po'choq. Mana dokumentlar o'zida. Dokumentlar o'zida yangi tilingan, hech qanaqa yongan, o'rmondan kesib kelinmagan. Postalar ham endi yangi turibdi akalar mana. Qizil po'choq toza razmerlari. Xo'p, 14 liklari bordan bo'lsa, to'liq 14 liklari bor. 124 ming so'm chiqadi. Xo'p, mana 14 ga qalinligi 3.4 lik. Uzunligi 6 metrlik, 11 liklar bo'ladigan bo'lsa 96 ming so'm chiqadi. 9 ligi bo'ladigan bo'lsa 78 ming so'm chiqadi. Undan tashqari 13 liklar ham bor. Mana orada 13 ligi ham bor. 13 liklar 118 ming so'mdanga chiqadi. 6 metrli straplida muammo yo'q akalar xullas. 6 metrli straplida muammo yo'q. O'sha tushayotgan tovarlarimiz bo'yicha hamma ma'lumotlari shu yerda bor. Bemalol mana xolasangiz 19 lik desangiz 19 ligacha bor. Mana aka nima deyapti bular? Bormi otam og'roq? 19 ga 3.5, xohlasangiz 18 ligi bor. Bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, dastlabki xizmatlarimiz ham bor. O'zbekiston bo'ylab o'sha aytib o'tilgan viloyatlarga eng kam 1.5 ming dollar, voha tarafga bo'ladigan bo'lsa eng kam 2.5 ming dollargacha savdoyimiz bo'lsa, dastlabkamizni tekin. Hop, shu yerda bitta narsani ko'rsatib o'tib ketsak, hop. To'liq 15 deb aytadi-yu, lekin 15 chiqmaydi degan akalarimiz uchun, ba'zi bir insonlar uchun hozir 1 minut. Shu yer turib turing mana. Razmerlari 0 dan qo'yilgan, bemalol to'liq 15 lik mana. To'liq 15 ga, xudo xolasa, qalinligi 3.4, 3.3. Hop, bemalol. Hop, bu yerda esa 11 liklarimiz razmerlari mana razmer teskari ko'rsatyapman, sababi mana 11 plyusovoy razmerlari 0 dan qo'yilganligi. 11.1, 11.2 chiqadi. Endi qo'limda telefon borligi uchun teskari ko'rinib qoldi. Xo'p, akalar kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilinglar, xudo xolasa yetkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar akalar.